Parallelogrammni burchaklardan biri 60 gradusga, kichik diagonal esa 2 ildiz 31 santimetrga teng. Diagonallar keshish nuqtasidan katta tomonga tushirgan perpendikulyar ildiz 75 taqsim 2 santimetrga teng. Parallelogramning katta diagonali va tomonlarini toping. Demak, bu burchagimiz 60 gradus. Hop, kichik diagonali 2 ildiz 31 ga teng. Diagonallar keshish nuqtasi O nuqta bilan belgilaymiz. Parallelogram diagonallar keshish nuqtasidan teng ikki qismga ajraladi. O nuqtadan katta tomonga perpendikulyar tushirsak, O1 perpendikulyarimiz ildiz 75 taqsim 2 ga teng. Dastlab B3dan parallelogram balandligini tushiramiz. Hop, bu burchagimiz 90 gradus. Bunisi ham 90 gradusga teng bo'lgani uchun B1 balandligimiz parallel bo'lyapti O1 ga. Chunki ikki parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri kesib o'tishdan hosil bo'lgan ichki bir tomonlama burchaklar teng bo'lgani uchun. Hop, endi uchburchak B1 dan Fales teoremasiga ko'ra ikki parallel to'g'ri chiziq bir tomondan qanday nisbatda kesma ajratsa, ikkinchi tomondan ham xuddi shunday nisbatda kesma ajratadi. Ya'ni O1 bilan B1 ikkita parallel chizig'imiz BD tomondan tomonni teng ikki qismga ajratsa, hop, B1D tomonni ham teng ikki qismga ajraladi. Hop, natijada O1 kesmamiz uchburchak B1D uchun o'rta chiziq bo'ladi. Chunki asosiga parallel va yon tomon teng ikki qismga ajralgani uchun. O'rta chizig'imiz asosini yarmiga teng. B1 yarmiga. Bundan kelib chiqadi B1 balandligimiz ildiz 75 ga teng. Hop, bu burchagimiz 90 gradus bo'lsa, bunisi 30 gradusga teng. Hop, ikkinchisi uchburchak AB1 dan kosinus 30 gradusimiz yopishgan katta ildiz 75 ga parallelogram tomoni, yon tomoni ABga nisbatan. Bundan ABni topadigan bo'lsak, hop, 10 ga teng. AB1imiz 30 gradusga qarshi katet gipotenzani yarmi 5 ga teng. Bu tomonimiz 10 ga tengligi bizga ma'lum. Uchinchisi uchburchak B1D to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasidan B1D katet topadigan bo'lsak, gipotenzamiz 2 ildiz 31 ning kvadrati minus ikkinchi katetimiz ildiz 75 ning kvadrati. Hop, ayiradigan bo'lsak, 124 minus 75 49 dan 7 chiqadi. Demak, B1D tomonimiz 7 ga teng ekan. Hop, bizda demak, 4-chi ishimiz parallelogram katta tomoni AD tomoni 5 plus 7 12 ga teng ekan. Hop, katta diagonalni topish uchun D1 kvadrat plus D2 ning kvadrati 2 ta A kvadrat plus B kvadrat parallelogram uchun o'rinli. Bu yerdan D2 ni topadigan bo'lsak, 2 ko'paygan A, ya'ni kichik tomonni 10 ning kvadrati 100, katta tomonni 12 ning kvadrati 144 ayrilgan kichik diagonalimiz ildiz 2 ildiz 31 124 degan. 488 minus 124 ildiz 364. Javob bir tomoni parallelogram 10, ikkinchi tomoni 12, katta diagonali 2 ildiz 91 ga teng.